Ruslanlar bunday aksiyali bo'lmagan. 100 dana xarid qiladigan bo'lsangiz, 10 danasini mutlaka bepul qo'shib beramiz. Teshchiklaringiz portlatdi janavering. Hammasini mingdan ming rahmat. Zo'r. 100 danani oladi, 10 danani besplatni qo'shib beramiz. 44 ming so'mdan oladi, aksiya 100 plus Dostlar, Sanatçılar Köşesi'ndemiz. Onun tarafınızda Masa Zavod. Karama karşıda Ruski Les. İssap. Bedava aksiya ortaklar. 100 plus 10. Значит, demek hemen şakapçada aksiya ketmekte. Birlikte görüp çıkamız. Vallahi güçlerden çıkmaz mı? O, salam, Çingachkuk. Sana sağ ol. Yaxshimi, salomat turibmisan? Harman? Jalmisan? Rahmat. Kayfiyatli yaxshimi? Shukr, yomon emas. Assalomu alaykum. Sog'liq yaxshimi? Harman. Omonsiz, ishlar yaxshimi? Ina xudo xolasa, may oyining boshlanishida bir chiroyli aksiya teatrimiz, aksiyamiz 100 plus 10 aksiyasi bo'ladi. Ya'ni siz taxtalarni shu hozirgi kunda sotilib turgan narxidan xarid qilasiz. 100 dana xarid qiladigan bo'lsangiz, 10 danasini mutlaka bepul qo'shib beramiz. Taxtalarimizda 8 xil assortimentdagi taxtalar qo'yilgan. Pol taxtalar, shipirlik strapillar, poltelik strapillar qo'yilgan. Video davomida ko'rsatib boraveramiz. Razmerlarini o'lchab ko'rsatib o'tamiz. Bu aksiya qachon o'tadi? Aksiya 1-maydan 10-maygacha bo'lib o'tadi. Ruski Lesni barcha shoxobchalarida bo'ladi. Ya'ni Ruski Lesni Urganchdagi asosiy shoxobchasi, Ruski Lesni Masazotiyandagi ikkinchi shoxobchasi va Qo'shko'pir tumanidagi Qo'shko'pir shoxobchasida bo'lib o'tadi. Aksiyalar 1-maydan 10-maygacha bo'lib o'tadi. Ruslan yodingizda bo'lsa, Ruski Lesni ochilish munosabati bilan ushbu eksport kiritilgan taxtalarimizni 60 ming so'mdan 55 ming so'mga tushirdik bahosini. Bu ko'pchilik xaridorlarimiz talabi bilan hali ham shu narxda sotuvda. Ya'ni ko'pchilik klientlarimiz 21-martda hali Indrossiyaga ketgan klientlarimiz bor. Puli verilmagan klientlarimiz bor. Shular uchun aynan 55 ming so'mdan qilib qo'yganmiz bahosini. Endi aynan shu gruppa sizni YouTube kanalingiz haqida gap ketdi. Ustana doğrusini aytsam, 21-martda endi ba'zi sabablarga ko'ra kelolmadingiz, lekin podpischiklaringiz portlatdi janavering. Hammasini mingdan ming rahmat. Zo'r. Bizani shunning quvondim. Bizlar ina Xorazm infodan ko'radigan klientlarimiz, Rossiyadagi yurtdoshlar, butun chet eldagi yurtdoshlar ham kerak bo'lsa, o'ziga emas, bolalari, xotini, qarindoshlari, aka-ukalari kelib jo'ra bo'ldi. 300 odamga to'shadik. Sig'ming qoldi. To'g'risi 600-700 odamni keldi. Zo'r bo'ldi, o'yinlar bo'ldi. Podarkalar o'tib ketdilar. Hammasine mingdan ming rahmat aytamiz.
O'zingiz bo'lmasangiz ham podpischiklaringiz bildirmadi lekin yo'qlash. Hisob, rahmat. Hop, podpishchilarimiz ham yomon emas. Demak, bu taxtalarimizni razmerini ko'rsatib o'taman. Demak, taxtalarimizni razmeri demak, eni 14,5 sm, qalinligi esa 2,5 sm. Ya'ni taxtalar uzunligi 4 metr, eni 14,5, qalinligi 2,5, bahasi 55 ming so'mdan sotuvda. 100 donani oladi, 10 donani besplatni qo'shib beramiz. Dastavka inchik bo'ladi. Dastavka avvalgidek shu 10 million so'mlik tovar oladi, besplatni dastavka qilib beramiz. 4 metrlik bu, ha, Farruh? 4 metrlik razmeri. Sasna, sushilkada quritilib kelgan, 100% quru taxta, durab borib ishlatishga tayyor. Ko'pchilik hozir masalan bizning o'zimizdan bundan arzon taxtalar bor. 40 ming so'mlik, 45 ming so'mlik, 38.800 so'mdan ham taxtalarimiz bor, lekin aynan u taxtalardan farqi taxta quritilganligida. Bemalol kelaveradilar 1-maydan 10-maygacha. Shu yerda bo'lamiz. Xudo xolasa chiroylatib aksiyalar, bu aksiyalarni ham zo'ratib o'tkazib olamiz. Bunda 100+10 aksiya yo'lga ildirganmiz. O'sha klientlarimiz ko'rib kelib turibdi. Bugun bir klientimizga berdik, chunki bizlar banneni bugun ochish buyurilgan, ochdik. Klient keldi, berdik. 93 taxta oldi, 7 taxta qo'shib berdik, 100 taxta. 100 ilmadi-da. Tushunarli. So'nib ketdi lekin, rahmat aytib shuni o'zini. Demak, davomida yana ham ko'rsatib boraveramiz taxtalarni. Demak, bu taxtalarimiz ham 11-33lik razmerdagi taxtalarimizni 80 ming so'mdan ochilish bilan 75 ming so'mga tushirganmiz. Endi kommentariyalarda o'qib turibman, taxtani rastamoshchasini olib tashadi, taxtaga rastamoshcha bekor qilindi, ya kurs o'zgarib ketdi, degan ko'plarni ko'p yozibdi-da xaridorlar. Men bir narsalarni to'g'ri tushunishlaringizni istagan bo'lar edim. Aynan shu taxtalarimizdan boshqa yerda 80 ming so'm vaqti biza 75 ming so'mdan aksiya sifatida sotganmiz. Aksiya qilib o'zimiz 75 ming so'm deb qo'ysak, buni xarid qilib turgan xaridorlar narxni juda ham yaxshi biladi. Boshqa yerda necha so'mdan sotuvda, bizdan necha so'mdan sotuvda. Biz aksiya doirasida hisob-kitob ko'rdik. Aynan imенно shu razmerning o'zidan 75 kuba yaqin taxta sotildi. Ya'ni skitkali narxda 75 kuba. Anasa undan keyin bizning skitkalarimiz tugashi bilan shundan keyin bojxona bojlari bekor etildi. Ya'ni taxtaga hozir rastamoshga to'lanmaydi. Shuni hisobina narxlar tushdi. Ana indasa hozir данный momentda yana sizlarga tushirilgan narx 75 ming so'm plus 10 dona bundan ham qo'shib beramiz. Bu da ya'ni 100+10. Ruslanlar bunday aksiyali bo'lmagan. 100+10 degani men 75 ming so'mdan hisoblasangiz 10 taxtangiz 750 ming so'm bo'ladi. Ya'ni siz 7,5 millionlik taxtani xarid qilib 750 ming so'm pulni ekonomatishingiz mumkin bo'ladi. Taxtalarimiz razmerini ko'rsatib o'tamiz. Taxtalarimiz 11lik eni, qalinligi 3,3. Demak, taxtalarimiz materiali 100% sasna, taxtalarimiz quritilmagan, o'rtacha quruqlikdagi 50-60% quruqlikdagi taxtalar hisoblanadi. Ana shipr ataman desangiz, sizlar uchun zo'r imkoniyat. Aynan shu taxtalarimizni 4 metrligini ham skitga qo'yganmiz. 4 metrligini bahasi 53 ming so'mdan bir donasi. 11-33, 4 metr 53 ming so'mdan. Uni ham ko'rsatib o'taman hali. Info kanal uchun yana birini qo'shib bersang bo'ladimi? Info kanali uchun o'zi baribir shu savolni berishingizni bilib turdim. Aynan shu strapildan oladigan bo'lsa, 50 nasa 5 ni qo'shib beraman. 50 nima? 50 nasa 5 ni qo'shib beraman. Masalan, to'g'ri hamma 100 dan olmasligi mumkin-da. 50 nasini 5 ni qo'shib beraman. Lekin imенно 300 strapildan qo'shib beraman. Shu podpishchilar uchun 50 nasini 5 ni qo'shib beraman. Rahmat. Ajoyib, zo'r. 4 metrlik 14lik ag'ashsa garbillik berganmiz. Bu yerda klientimiz uni fikrini o'zindan eshitsangiz yaxshiroq bo'ladi. Ovchi kim ekan? Assalomu alaykum. Farmon. Brat, necha tushdi endi bu? Samak mirashimiz. Ovchimiz. Neden mert tuttu indi bu? Bu 180. Tamam. Reykeler ne? Reykeler çok güzelim. Aksen bana gel bunlara. Aparır. Daslap gel. Neden bolas? Komünizm. Komünizm kankanya dostlar. Hardam gel ver kitasin bir de. Tamam. Basan klient. Bu shipratadon klientlarimize tabii ki reyke gerek bo'ladi. Reykelarimiz razmeri 4,5, 2,5 razmeri, 2-3 chiqadi. 4 metrlik. 4 metrlik. Bahası 3900 so'mdan. Bu reykelarimiz ham aksiya beramiz. Ya'ni 100 metr xarid qiladigan xaridorlarimizga 10 metr qo'shib beramiz. 100 metr. 100 metr 10 metr qo'shib beramiz. 500 metrasi 50 metr, 1000 metrasi 100 metr qo'shib beramiz.
Demak, breykalarimizni 6 metrlik ham bor, 6 metrlikini ham ko'rsatib o'tamiz. Breykalarimiz aynan shu razmerdagi reykalar hisoblanadi. Qarang, 4,5 2 razmeri. Reykalarimiz bahasi 4000 so'mdan. Bular ham shunday, xuddi shunday 100 metr ag'ana 10 metr qo'shib beramiz, 1000 metr ag'ana 100 metr qo'shib beramiz. Bemalol gapiradilar. Yana strabillarimiz bor, dalshi ko'rsatib o'tib boraveramiz. Bu taxtalarimiz ham sasna materiali. Bu hozir ko'rib o'tgan 11lik 3-3lik strapilimizni aynan 4 metrlik varianti, eni 11 sm, qalini 3-3. Strapillarimiz sasna, turligi 70-80% tashkil etadi. Bahasi 53 ming so'mdan 10 dana qo'shib beramiz bunga. Ya'ni 100 dana xarid qiladi, 10 dana qo'shib beramiz. 47 dana jak bo'lsangiz 3 ni qo'shib olib bersangiz 50 emas 55 atib beramiz misolda. Shuning uchun foydalanib qolsalar zo'r imkoniyat. Yanında aynan shuni 9 santimetrligi bor, ya'ni razmeri eni 9lik, qalini mana 3-3. Demak, bu taxtalarimiz bahasi yodingizda bo'lsa 43500 so'mdan aksiyaga qo'yganmiz. Aynan shu taxtalarimizni yana skitkali narxda i plus 100 dana xarid qiladigan bo'lsa, yana 10 donani besplatni qo'shib beramiz. Bu degani sizga bu strabilni agar 110 deb hisoblaydigan bo'lsangiz, bahasi 38 ming 39 ming so'mlardan aylanadi bir danasi. Bu bunday narx super narx. Bunday narx hali bo'lmagan. Endi Ruslana tabiiy yaxshi narsa oladigan yerda arzonroq, sal sorti pastroq bo'lsa narsa talab etadigan vajda bor. Aybi, endi aybi desam bo'ladi, sal duyuni ko'proq. Sasna material, lekin duyuni ko'proq. Razmeriga keladigan bo'lsak, razmeri yana 10.5, 10.5 3.3 bu. 10.5 3.3. Demak, qarang, bahasi ham arzondan, shunga nisbatan bahasi 44 ming so'mdan beramiz. Bular ham aksiya bor. Bular ham aksiya bor. Unda ana 9likini ko'rdingiz 43,5 ming so'mdan. Ava. 10,5likka 44 ming so'mdan beramiz. Lekin sal duyunliroq, mabodo agar sizga arzon variantda strabil qidirib yurgan bo'lsangiz, zo'r yechim. 44 ming so'mdan oladi, aksiya 100 plus 10, tamam ketdi. 9likni 4 metrligini ko'rsatdik, 11likni 4 metrligini ko'rsatdik, 11likni 6 metrini ham ko'rsatdik. Demak, bu anında 9likni 6 metrini ko'rsatib o'tamiz. 9, demak, razmeri 9,5. O'zi 9 ga kelgan. Qalinligi 3,3. 9 3,3 razmerdagi taxtalarimiz sasna eksport bahasi 68 ming so'mdan 100 plus 10. 100 ni oladi, 10 ni qo'shib beramiz. Xaridorlarimiz uchun kelsinlar, chiroyli narxida xarid qilsinlar. Xudo xolasa bu yerda yana bir zo'r yangilikimiz bo'layotir. Hozir ko'rsatib o'tamiz. Biza ofitsialniy Kvasay brendi ostidagi shifrni sotuvini yo'lga qo'ydik. Ya'ni hozirgi kunda 900 donacha atrofida skladimizga tushgan. Ularning narxini, o'zini, sifatini ko'rsatib o'tamiz. Bu ham zo'r yangilik. An'anaviy shifrdan bola qadimdan qiladi. Bu shifrlarimiz ham ko'pchilik xaridorlarimiz xohlaydi. Masalan, birovlar listin taqirdisi bor deydi, birovlar issiq o'tiradi deydi. Ana azbi shifrlar ham zo'r yechim, yaxshi narxlarda xarid qilsalar bo'ladi. Kvasay brendi ostidagi shifrlarimiz sotuvi hozirgi kunda Qo'shko'pir, Urganch va Urganchning asosiy shoxobchalarida yo'lga qo'yildi. Bu shifrni aynan ustunlik tarafi, boshqa shifrlarga qaraganda ustunlik tarafi. Biz bundan avval ham sotib ko'rganmiz. Endi to'g'ri shifrni ustasi emasmizdan. Lekin boshqa ko'p shifrlarni sotganmiz, tushirish, yuklash jarayonida sinish bo'ladi. Masalan, to'g'risini aytaman, shu boshqa shifrlarni tushirganimizda 900 300 400 dona tushiradigan bo'lsak, ichida kamida 6 7 10 donacha sinib chiqadi-da. Aynan shu shifrlarimizda 950 donasini tushirdik, lekin ichida to'g'risi bir dona ham sinib chiqmadi. Bu degani sifat taraflama baribir ustunroq turadi Kvasay shifrlari. Shifrlarimizni hozirgi kunda 55 ming so'mdan sotuvda, lekin endi zavod bilan dogovor bo'yicha xudo xolasa yana narxlari pasayishi kutilib turibdi. Maksimalni biz narxni tushirishga harakat qilib turibmiz. Tan narxni sababi bahasi arzonroq bo'lsa, bizlar ham yaxshi. Aynan ushbu shifrlar uchun strapil reykaliklarimiz ham mavjud. Endi bularni ko'rsatib o'tmadik. Masalan, bularni hozirgi kunda bulara bo'ladigan shifrlarimiz strapillari 80 ming so'mdan sotuvda. Razmeri 9,5 4. Masalan, Qo'ruq, bular ham aksiya bormi? Yo'q, 50 narsa plus 5 ni qo'shib beradi. Yo'q, bunday aksiya. Bular yo'q. Yo'q, ular hozircha yo'q. Yo'q, hozircha. Chunki biz zavodda hali biz toza ish boshladik.
Xudo xolasa balkim zavod bizlar aksiya qilib beradigan bo'lsa, biz обязательно xalqqa yetiramiz, xudo xolasa. Xalqimizga yetiramiz shu yangi. Srok службы necha endi bunda do'stim? Bu hozir zavod Necha chidab beradi? Zavod garantiya beradi, 10 yil deb garantiya beradi. 10 yildan keyin endi 10 yildan ham ko'p qaqqan odamlar bor. Bu Quvasoy Shipr zavodini ko'pchilik biladi. Bu Farg'onada joylashgan eng katta zavod, qadimgi SR davrida solingan zavod hisoblanadi. Sifati ham zo'r, sifati zo'r, kачестволari zo'r sinovdan o'tgan. Shipr zo'r, Shiprga garantiya beramiz. Demak, bu agar taxtalar bilan birgalikda xarid qiladigan bo'lsalar, dastavkalari bilan chiroyli qilib beramiz. Eksportmi bu, Farruh? Eksport va o'tkazib ham tushuntirib o'tdim. Bu vajlarimiz archalar bor edi, ya'ni yo'lqa archa mahsulotlari bor edi. Bu yerda aynan shuni sasna materiallariga ham. Hozir bu ko'rib turgan pachkangiz, demak, qarang, razmerini tushuntirib o'tamiz. 14 lik razmeri, qalinligi chistin 3. Demak, taxtalarimizning hozirgi kundagi bahosi 92 ming so'mdan sotuvda. Eni 14, qalingi chistin 3 92 ming so'mdan sotuvda. 6 metrlik bor, do'stim. 6 metrlik, tushunarli. Keyin Ruslana o'zi biz avval 207 lik taxta sotmaymiz. Boshqa yerda 2,5 lik ko'rib keladilar ham 207 lik deb aytadilar. Aynan shunga zo'r yechim aytib biz yana bir 207 lik taxtalarni oldirdik. Aynan 14 ta 207 deb kesilgan, 14 razmeri, qalinligi 207. Aynan 27 lik kestirdik. Immunni 2,5 etmadik, 208 etmadik. Shu 207 lik talab zo'r bo'lgani uchun 207 lik atib beraverdik. Demak, 207 lik taxtalarimiz bahosi hozirgi kunda 88 ming so'mdan sotuvda. Shu aynan 14 ta 207 lik taxtamiz ham aksiya beraman. Aksiya deganim 100 dan oladi, 10 ni qo'shib beraman. Yangi mahsulot, qarang, 1, 2, 3, 4 pachka vajimiz aynan shu narsadan xudo xolasa hammaga yetadi. 207 lik ham bor. 207 likdan razmeridan bahosi 2,5 lik bilan razitsiyasini tushunsinlar. Aynan shu 3 yulduz taxtalarimizni 2,5 lik ham bor sotuvda bizada. 2,5 liklarning bahosini keladigan bo'lsak 72 ming so'mdan sotuvda. Lekin aynan razmer bo'yicha biza shu eng yaxshi ko'radigan vajimiz menimcha shu metr zo'r yechim deb o'ylayman. Bu og'izda falan razmerda aytgan bilan kelganda o'lchaganda shu razmer chiqmasa, u bizani obro'yimizga putur yetiradi. Ikki xil mahsulot deb aytdim. Endi shu aynan toza mahsulot bo'lgani uchun shunga ham aksiya berdim. Aksiya berdim sababi toza mahsulotimizni klientlarimiz ko'rsin, taxtalarimiz yoqsa, yana ham narxini tushirishga, yana ham ko'proq shu razmerda kestirishga harakat qilamiz. Bu lekin toza, absolut. Men tajribamdan gap chiqib aytaman, aynan shu razmerdagi taxtalarni kam sotganmiz, 2,5 sotganmiz, 208, 209 sotganmiz, 3 lik sotganmiz, lekin aynan 207 sini sotmaganmiz. Shuning uchun aynan shu taxtalarimiz agar xalqimiz ma'qul ko'rib yoqadigan bo'lsa, kommentariyalarda yozib o'tsalar, ma'qul ya bo'lmasam, inasi kommentariyalarda deyarli har oyda bir video chiqarib turibmiz. Nechik vajlarni ko'proq chiqaralik, nechik vajlarni ko'proq xalqimizga taklif etalik. Shularni bizlarga yozsalar, biz xursand bo'lgan bo'lar edik. Bizlarga katta yordam bergan bo'lar edilar. Shu o'tkazabar kommentariyalarda aytib o'tdim-ku, bo'lgan gaplarni baribir 5 barmoq dang emas. Har xil klient ko'radi, bizani har xil yerdan keladi. Xarakteri bizlarga mos bo'lmagandir. Bizani xarakterimiz qaysidir bir klientlarga mos bo'lmagan holatlar bo'lib qolishi mumkin. Oqshom bir holat bo'ldi. Demak, klientimiz bizdan taxta ko'rdi. Razmeri 13 ga 5 ta razmerni ko'rdi. Bahosini 95 ming so'mdan beramiz dedik. Klientimiz bizani argi filialimizga boribdi-dan, "Bu ham qimmat ekan. Qimmat aytdilar bahosini" debdi-dan, 75 ming so'mlik 12 ga 4 ta ham taxta olib ketibdi. Axir bu bir narsani to'g'ri tushunishlarini istardim. Taxtani santimetr emas, 1 millimetri 2,5-3 ming so'm pul o'ynaydi. Hali 1 millimetri. Demak, bu santimetrlarga gap ketganda 15-20 ming so'm pul o'ynashi mumkin-da. Sizlardan nima deydi? Bir talabim ham, sizlarga bir chiroyli taklifim ham, kelinglar metr bilan o'lchab olinglar. Razmerlarni to'g'ri aytamiz. Razmerlarni optimal yechimda sizlarga chiroyli narxlarda taklif etib bilamiz. O'tgan safargi bir videomizda 2023-yilda taxta yetkazib berish hajmini 7-8 baravar yetkazamiz deb aytdim. Yanvar oyidan xuddi shunday bo'ldi. Bizlar hozirgi kunda avvalgiga nisbatan 7-8 baravar taxta kelishi ko'paydi. Shu sababli tabiiy taxta ko'p joylashtirish uchun zo'r lokatsiyadagi yerlarni tanlab olganmiz.
Masalan, bu yoqda Paxtakordan kelish, ya'ni Obulgayni ko'piridan tushib kelishda chap qo'lda joylashgan taxta skladimiz. Ham Ruskilesga qarashli 10+100+10 aksiyasi bedam amal etadi. Bedam shu materiallardan bor. Demak, bundan kelishda Galina do'kon, ya'ni Ulutexdan kelishda 10 qo'lda joylashgan. Bu yoqdan kelishda Obulgaydan kelishda, ya'ni Paxtakordan chiqaverishda kelishda chap qo'lda joylashgan. Eski benzin zapravkani o'rni bedam assortimentlarimiz juda katta. Keng assortimentda taxtalarimiz beda. Bir aynan juma kuni dam oladi. Bilasiz, Ruskiles o'zi asosiy shoxobchasi juma kuni dam oladi. Bu yerimiz ham 5-kun dam oladi. Shuning uchun bu yerda Ruslan degan og'amiz bor. Ruslan og'amiz yuritadi. Nomerlarni qoldiraman. 99lik 570 70 70 bog'lanib kelaveradilar bemalol. Bu yerda telefon nomerlari ham yozilgan. 97lik 570 70 70 aloqa raqami bilan bog'lanib bemalol kelsangizlar bo'ladi. Ko'pchilik Danidam, Ruslanamni o'zini yarasha klientlari bor. O'zini yarasha o'zini sotuv usubi va har kim har xil sotadi baribir. 4 dana eng chiroyli yerida, eng qulay lokatsiyada bo'lgan yerida shoxobchalari bor. Birinchisi bu asosiy shoxobchamiz, ya'ni Kimchisiyan ko'chasida. Ikkinchisi bir Obulgaydan kelishda chap qo'lda, uchinchisi Masazovni oldinda, to'rtinchisi Ipak yo'li Cholish bozorining oldinda Ruskiles Dveri showroom markazimizga kelsalar bo'ladi. Hammangizni Ruskilesga kutib qolamiz. Kommentariyalarda portlatib, hammangizni aksiyada faol ishtirok etishga chaqirib qolamiz. Hammangizni kutamiz. Rahmat.